Atmosfera MMA kanali muxlislariga assalomu alaykum deymiz. MMA muxlislari bugundan boshlab sizlarga yana davom etamiz va biz yangi studiyadamiz. Bu studiya nima? Mani zalimda, trenerskiy xonani mana shunaqa moslab qildik va hali xona bilan to'liq bezatganimizdan keyin sizlar bilan tanishtirib o'taman. Sizlar bilan Bobur Qurbonov boshladik. Xo'p, endi qisqacha aytib o'taman. Bugungi mavzuimiz bo'ladigan Octagon Ligani turniri haqida, O'zbekistonda bo'ladigan turniri haqida va oxirgi ikkita jang, mana birinchi anons qilingan janglar menga juda ham ma'qul bo'ldi va hozir yana davom etishyapti. Eralini podpisatsiya qilishdi. Bilmayman, endi Erali kim bilan olishadi, lekin menga juda ham ma'qul bo'lyapti janglar. Men bilmayman, nima deyiladi? Odamlar har xil negativ fikrlar bildirishyapti. Haqiqatdan ham professional liga degan maqomga sal masalan to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana bunaqa janglar. Lekin Eralini muxlislari juda ham katta va menga ham uni jang olib borish stilistikasi yoqadi. Va kerak bo'lsa uni professional jangchi sifatida ham ko'rishni xohlagan bo'lardim. O'zini urovenida demoqchiman. Endi do'stlar, bugungi muhokama qilmoqchi bo'lgan jangim, muhokama emas, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan jangim, o'zimning fikrimni bildirib o'taman va chuqurlashtirilgan tarzda turnirgacha bo'lgan holatda men hali yana videolar qilaman. Bu Fazliddin va tojikistonlik jangchi Fazliddin va Doston Bozorovning jangi. Kamar uchun Doston Bozorov kamarni himoya qiladi, bizning chempionimiz. Va albatta Fazliddin yenggan jangchimiz Muhiddin Mamajonov va qozog'istonlik yana bir jangchi jang qilyapti. Bu nimaga? Intriga. Nimaga? Xo'p, 4 ta davlatda jangchi jang qilyapti. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston. 3 ta, kechirasizlar. Endi ular shunday o'ylashganki, hozir Muhiddin bilan 7-0 bolani qo'yishgan. 7-0 bola va mabodoki ular juda ham ishonishyapti. Menimcha Octagon Liga shunchalik ishonyaptiki, Muhiddinni bu jangchi yenga oladi. Yoki tojikistonlik jangchi o'zbekistonlik jangchini, ya'ni Dostonni yenga oladi. Fazliddin Dostonni yenga oladi deb ishonishyapti. Va yengandan keyin shunaqa bo'ladiki, intriga uyg'otamiz. Yoki aksincha, Fazliddin Dostonni yengib qo'ysa, Muhiddin qozog'istonlik jangchini yengib qo'ysa, ikkalasini urushtiramiz. Har qanday holatda ham intriga bor. Har qanday holatda ham intriga bor. Va ularni o'ylagan ideyasi menga ham yoqyapti. MMA'da nima birinchi bizning sportimizda jangdan tashqari bu intriga, ya'ni siz palonchi bilan palonchi jang qilar ekan, buni ko'raman deyish. Va albatta siz bu narsani kutasiz. Men ham albatta bu jangni kutyapman. Juda ham qiziqish uyg'otdi menga. Haqiqatdan ham men kutaman bu janglarni. Nimaga? Men jangchi sifatida ham, muxlis sifatida ham menga qiziq bu janglar. Va albatta bu haqiqatdan ham topovoy janglardan bittasi bo'ladi, O'zbekistonda bo'ladi. Xo'p, endi Doston Bozorovning imkoniyati qanday? Doston Bozorovning men imkoniyatini yuqori baholayman. U yosh, u hozir o'zini ustida, faqat o'zini ustida ishlayapti. U boshqa narsalarga chalg'iganini ko'rmadim bu bolani. Men ham uni yoshida masalan juda ham faqatgina sportni o'zini yaxshi ko'radigan bir faqat sportda natija qilaman deb menga hech kim turda va trenirovkani qil deyish shart emas edi. Bugun trenirovka qilishim kerak, majburman deyishim kerak emas edi. Men xohishim bilan yutishim kerak deb trenirovka qilardim. Va Doston Bozorovda shu narsa bor. Fazliddinda ham xuddi shu narsa bor. Muhiddin Mamajonov endi chista maqomini saqlab qolish uchun 7-0 bola bilan urushyapti. U bola ham, qozog'istonlik bola ham Muhiddin bilan urushadigan bola ham. Masalaga qanday baholasam, Muhiddinga o'xshab ketadi stilistika jihatidan. U ham chapaqay, u ham qo'l zarbalari zo'r, boks texnikasiga men yaxshi baho berdim u bolani va oyoq texnikalari ham zo'r. Masalan, tizza zarbalarini zo'r ishlatadi. Zarbani qanchalik ko'tarishiga endi bu yog'iga baho beramiz. Chunki Muhiddin zarbani chiroyli beradi va Fazliddin Muhiddinning zarbalariga dosh bera olganligi sababli ham yenga oldi Muhiddin. Agar dosh bera olmaganida yutqizgan bo'lardi. Bu yigit qanday chidaydi Muhiddinning zarbalariga, men ko'ramiz qanchalik bo'ladi. Va zo'r turnir bo'ladi. Endi bugun xudo xolisa kechga men Muhiddin va qozog'istonlik jangchining janglarini tahlil qilaman. Ikkalasining janglarini solishtiraman bir-biri bilan va ajoyib kart bo'ladi. Va u yerda Odilxon, endi hozir Odilxon urushmaydi. Ko'pchilik Odilxonni kutadi. Shohasan urusha olmaydi, afsuski. Bizda shu yo'qotishlarimiz bo'lishi mumkin. Va bir qator bizni qiziqtirgan janglar ham bo'lmay qolishi mumkin.
Nimaga jahllari chiqmasin Odilxonni qo'shmadi lekin do'stlar baribir u yigit shou qilishni biladi. To'g'ri, takoy professionallardek urisholmaydi, lekin baribir shou qila oladi. Shuning uchun ham biz uni jangini kutamiz va shaxsan menga ba'zi bir janglari qiziq bo'ladi u yigitni. Faqatgina qachon dostoyni bola bilan urishsa, ya'ni o'ziga mos bolalar bilan urishsa, menga u janglar qiziq bo'ladi. Shuning uchun Oktagon Ligani jangini kutib qolamiz va bugun kechga Xudo xohlasa man montaj-pantaj qilib o'tirmayman birdan, chunki hozir kamerani qo'yib qo'yganman, o'zim syomka qilyapman, montajyorim bor edi, oldin operatorim bor edi, studiyani taxlab qo'yishardi. Men hozir studiyani ham o'zim taxlayapman. Mana bu hali Xudo xolisa studiyalarni yaxshi, chiroyli bezatganimizdan keyin sizlarga hali bir ko'rsataman ham. Ajoyib sizlarga yoqadi degan umiddaman, xonamiz ham. Atmosfera MMA kanalini kuzatib boringlar. Salomat bo'ling.